Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatay Nurmatova. Avval bugungi dasturdan qisqacha. Hukumat bu yil eksport qilinuvchi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini aniqladi. Botulizm kasalligi ko'paydi. Sulaymon tog'idagi sadaqa qutichalarga tushgan mablag' xodimlarning bayrami uchun sarflandi. Batkenning Qishtut qishlog'ida raqamli teledasturlar yetarli emas. Aholining 80% Qirg'iziston telekanallarini ko'ra olmaydi. Umumrespublika testiga ro'yxatga olish bugundan boshlandi. O'sh oblasida botulizm kasalligi ko'paydi. Masalan, Qorasuv rayonidagi 13 kishi botulizmga chalinib, ularning orasida jonlantirish bo'limida yotganlar ham bor. Shifokorlar ularning barchasi konservalangan sharbatdan zaharlanganini aytishmoqda. Aniqroq aytganda, konservalangan oziqda botulizmni qo'zg'ovchi zaharli toksin moddasi bo'lgan. Bu kasallikning kelib chiqishi va oldini olish haqida navbatdagi lavhada bilib oling. Gulsara Jumabayevaning nabirasi 5 kundan beri kasalxonada, sababi konservalangan sharbatdan zaharlanib botulizm aniqlangan. Birinchi kelganda og'ir ahvolda bo'lsa, hozir biroz ovqatga aralashib qoldi. Shu suv ichib kishini tilini olib turdi. Ana shuni deb qarayotamiz, yaxshi hozir tuzuk bo'lib qoldi. Ovqat ichib o'tadi. Yaxshi. Bu bola bilan yana 12 nafar botulizm sababli 8 tasi Qorasuv tuman kasalxonasida yotibdi. Ular 10 fevral kuni qarindoshining uyiga mehmonga borib konservalangan o'rik sharbatini ichishgan. Bu bankada botulizm tayoqchasi bo'lgani uchun barchasida kasallik qo'zg'atgan. Kattalarning 3 nafari jonlantirish bo'limida, ularning ahvoli yaxshilana boshlaganini shifokorlar aytishmoqda. Udvoyeniyalar, glunsavuslar ketib qolib, tamoqtanishi, jutunishi yaxshi bo'lgan bo'lsa, уже biz выписка qilamiz uyini. И фельдшерлері, участковый педиатр терапевттеріне біз сообщение беріп, ошолардың көзөмөлүндө турсын деп біз выписка кылабыз. Ta'kidlab o'tsak, Qorasuvda o'tgan yili mazkur kasallik bo'yicha 7 holat ro'yxatga olingan. Joriy yil boshida bu ko'rsatkich 12 taga yetdi. Shifokorlar bu yil yosh bolalar orasida botulizm kuchayganini aytishmoqda. O'sh shahridagi bolalarning yuqumli kasalliklar statsionarida o'tgan bir yil ichida 12 bemor murojaat qilgan. Hozirda 5 nafar bola davolanmoqda. Orasidan bittasining holati og'ir, jonlantirish bo'limida. Bu abalı bo'lgani u zat botulizmdan usi ko'p tushgandan дағы bo'ladi. Anan kechroq qayrilgandan дағы bo'ladi. Bunun usi ko'p tushgan. Bulardagi anan kichine qarmalib qolgan bola. Bir 2 kunda. Hozir ahvoli og'ir, stabildi. Botulizmda zaharli moddalar ko'p bo'lsa, o'limga olib kelishini shifokorlar eslatishmoqda. Shu tufayli qishga tayyorlangan konservalarda gigiyena talablariga amal qilish kerakligi aytilgan. Konservalarni ishib qolgani bambaj bo'lib deb qo'ydik. Belgisi bu stafilokokk, streptokokk отравление deb qo'ydik. O'shanda mikrob bo'lsa g'ana shishiydi. Bu da bu botulizm nesesinde al produktlarni damida o'zgarmaydi. Spesifikalik bunday ritdaga chiqmaydi. Shunda bilinmaydi alçı. Zato toksin, botulin toksin o'shaning arasida tushib qolsa, go'yisi produktisi o'ta jomon ahvollarga quvvat keladi. Negizgisini ham bu demol organlarına ta'sir etadi, yurakka ta'sir etadi, внезапно o'pkan ishlashi, внезапно yurakning ishlashini to'xtatib qolib, bu da o'ta xavfli. Botulizm belgilari 5-10 daqiqada bilinadi, deydi shifokorlar. Kasallikka chalinganlar yura olmay qolishi mumkin. Agar bemor qancha erta davolana boshlasa, shuncha erta sog'ayib ketadi. Asosiysi konservatsiya shishalarini 5-15 daqiqa davomida bug'lab, keyin 3-4 sm bo'shliq qoldirish kerak ekanligi aytiladi. Hurmatay Nurmatova, Nurjamal Barg'abay va Nursulton Abdukerimul, Intimaq.
Sulaymon tog'idagi xayriyadan tushgan mablag' xodimlarning bayramiga sarflandi. Bunday ma'lumotni bizning telekanalga muzey jamoasi bildirdi. Ularning aytishicha, o'tgan yil ichida yig'ilgan 16 ming so'm pulni yetakchisi bolalarning yangi yil sovg'asi uchun sarflaganini bilishmagan. Xodimlar homiylar hisobidan olingan deb o'ylashgan. Asli haqiqat qanday? Muxbirimiz qiziqib ko'rgan. Xayriyadan tushgan 16 ming so'mni Sulaymontog' muzeyi xodimlari bolalarning yangi yil bayrami uchun sarflaganini aytishadi. Ularning so'zlariga ko'ra, bu qaror maxsus komissiya tomonidan qabul qilinib, u asosida sarflangan. Tog'dagi yashiqda komissiya tuzib, olib tushib, komissiya ochib turib, hisoblab barini. Keyin profsoyuz cho'g'ilishida, shu nima qilib turib, komitetning cho'g'ilishida baldarga padarka qilib beraylik yangi yilga deb, yangi yilga padarka qilib berganmiz. Rais so'zlarini komissiyaning boshqa a'zolari rad etmoqda. Ularga ko'ra, xayriya pullari qayerga sarflanishi oldindan aytilmagan. Yangi yil sovg'alarini olib bo'lishgandan keyin aytishgan. 16 mingga yaqin ақша çoğulgan, 14.300 qirg'iz ақшасы жана chet ellik ақчалар болып, 16 mingga yaqin ақша çoğuldu. Аны biz правкомго өткөрүп бердик. Анан ушул кайрымдуулук фондунун акчасын немесине кутучан акчасын белек алабыз деген сөз уккан эмесмин. Мен алгандан кийин гана уктум, канчалык деңгээлде мунусу жалган жечин экенин мен билбейт экенмин. Aholidan yig'ilgan pulga Mirlan Murzabekovning bolasi uchun ham sovg'alar olishgan. Yangi yil sovg'alari homiylar tomonidan olingan deb muzey rahbari jamoaga aytgan. Profkom төрағасының айтуы бойынша мындай жаш балаларға жаңа жылдың астынан белек қылып бердік деп. Бирок анысын ошо чогулушта уктук да. Эгер жаш балаларга белек кылып бере турган болгондо биз белек албайт элем да. Мисалы үчүн мен өзүм балдарым албайт элем. Кайрымдуулук кутушасын түшкөн акчага. Себеби бир директордун айтуусу боюнча бир спонсордун жардамы менен балдарга белек уюштурулду дегенин уккан элем. Официалдуу түрдө. Sulaymontog'dagi muzeyga qo'yilgan xayriya qutichasiga aholidan tushgan pul 1 yilda 15-16 ming so'mni tashkil etadi. U tog'dagi tozalash va muzey kamomatini to'liqlashga sarflanib kelgan. Tushgan акчаларга тоого мисалы үчүн керектүү шаймандар керек, кетмен, орок, ошондой шаймандар алсак, ошо тоонун тазалыгы үчүн, ошондо иштеген кызматкерлерге шарт түзүү үчүн иштетилиш керек деген сөздөрдү укканмын. Бирок так билбейм канча орок алынды, канча чалгы алынды ва чөптөр урулат дегендейчи. Sulaymontog' muzey kompleksida jami 100 ga yaqin odam mehnat qiladi. Xayriya qutichasiga tushgan pulga nima qilingani va qayerlarga sarflangani borasida muzey xodimlariga hisobot berilmaydi. Sulaymontog'ga kirishga to'lanadigan pul to'lig'i bilan davlat g'aznasiga o'tkaziladi. Hilola Ashurova, Marat Akimbek o'g'li, Qimbat Abdusamad o'g'li, Intimaq. Hukumat bu yil eksport qilinuvchi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini aniqladi. Dehqonlar paxta, qizil lavlagi, tamaki va sabzavotlarni xavotirlarsiz ko'p ekishsa bo'ladi. Sababi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi asosida mazkur sabzavotlarni eksport qilishga e'tibor qaratiladi. Buni bugun Premyer ministr Sapar Isaqov parlamentning umumiy yig'inida aytdi. Bahorgi dala ishlaridagi rejalar va dehqonlarga imtiyozlar haqida muxbirimiz xabar qiladi. Bu yil dehqonlar oz hosil beradigan ekin maydonlarini qisqartiradi. Sababi hukumat eksportga chiqaradigan paxta, tamaki, qizil lavlagi va sabzavotlarning maydonini kengaytirishni maslahat bermoqda. Buning uchun hududlarda maxsus o'qitishlar olib borilib, 1 million so'm subsidiya ajratilgan. Өздөгү жылы жалпы себүү аянттары 1 million 211 ming гектарга аянтка ошо түзүлүп жатат. Өткөн жылга салыштырмалуу 4,6 ming гектарга кеңейиши божомолуп турат. Жазгы себүү иштери 704,2 ming гектар жерди түзүлгөн. Бул иштерди аткаруу үчүн өз убагында дыйкан фермерлер үрөн, күйүүчү, отун жана жарактуу техникалар менен камсыз кылуу, уюштуруу иштери өкмөт тарабынан көзөмөлдөнүп жатат. O'tgan yili bug'doy maydon 18 ming gektarga ozaysa, arpa 20 ming gektarga qisqargan. Buning o'rniga jo'xori, ko'p yillik maysa, qizil lavlak va eksportga mo'ljallangan sabzavotlar ko'p ekilgan. Shu sababli bu yil ham rentabel o'simliklarga e'tibor berish kerak. Hukumatning so'zlariga ko'ra, dehqonlarga zarur bo'lgan yoqilg'i, moylovchi va mineral o'g'itlar yetarli bo'ladi. Nefti traderler men assotsiatsiyasi bilan suylashdik. Bu yerda 3 cho'ng kompaniya bilan kelishim tuzilib, бұл Газпром нефть Азия, партнер нефть и Petroleum компаниясының үшеуімен сөйлештік. Үшеудің ең жақсы бір
Petroleum компаниясы bir жақсы сунуштарын айтты. Таланын дыйкандардын чоң кооперативтер болсо, таласынын базасына чейин жеткирип беребиз. 7%га чейин ылды төмөндөтүп беребиз. 7% төмөнү бул 2,58 тиyin 2,50 tiyin tegerегинде болот экен. Joriy yil ham hukumat dehqonlarga 6,5 milliard so'mdan ortiq nasiya beradi. Uni dehqon xo'jaliklari, fermerlar, xususiy tomonlar olsa bo'ladi. O'lkadagi eng katta muammolardan biri irrigatsiya masalasi hal etishga harakatlar olib boriladi. Bu yo'nalishda Qishloq xo'jalik ministrligi faoliyat olib borib, haydov maydonlarida sug'orish suvi va kanallarni tozalash ishlarini o'z nazoratiga oladi. Ba'zi xalq vakillari bir qator hududlarda kooperativlarni qurishni rejalashtirmoqda. Лабораторияны кура турган болсок, биздин продукциябыз действительно таза өтөт. Ошол эле бал, ошол эле этибиз, картошкабыз, бүт эгилген эгинибиз. Ошого мына бүгүнкү күндө суу чарбасы 80% дийлейт экен. Мен селхозда суу чарбасыга көңүл буруп кетет элем да. Сиздер каттуураак киришсеңиздер. Суу жетишип берсе, суу жетишпей калган маалда ошо элдер кайрылып калат да. Анан жанагантып сел алып кетип бартса, анан жамгыр алып атса, же бөлөк кылып атса, кантып алдын аласыңар деген бул туура эмес. Буну алдын алат деген сөз, бул Минселхоз кантып алдын алат эле. Буну только страховать этишибиз керек. Parlament yig'ilishida ba'zi xalq vakillari kartoshka maydonini kengaytirish kerakligini bildirishdi. Sababi o'lkada yetishtirilgan bu o'simliklarga talablar ortib bormoqda. Shu sababli Norin va Issiqko'l oblasining dehqonlariga kartoshka ekish bo'yicha Qishloq xo'jalik ministrligiga maslahat berib, uni eksport qilishga ko'mak ko'rsatishadi. Ketdingiz 1 milliard so'mni biz subsidiирование qilib, dehqonlarga jengildetilgan kreditlerni berib o'tamiz debchi. Bugungi kunda o'shonda 7 milliard акча каражат бересиздер да, туурабы? Ошо банк берет да. Ошондо канча дыйкан алат ошол акчаны? Жеңилдетилген кредитти. 15 000. 15 000. А Кыргызстан боюнча канча дыйкан чарба бар же дыйкан бар? 350 000 субъект бар. 350 000 жалпы. Көрдүңүзбү? Ал акчалар жетпейт, Сапар Жумакадырович. Ошондуктан ушул жерге bir 20 milliard сом акча каражат таап туруп, салышыңар керек. Ошондо жанагы 1 milliard субсидированиядан кетпейт. Өкмөттүн бюджетине дагы биз акчаны үнөмдөйт элек да. Мына айтып атабыз банктарчы, ал 99% кайтарымдуулугу бар депчи. So'nggi yillarda dehqonlarga ko'p zarar olib kelgani uchun Qishloq xo'jalik ministrligiga bir qator tanqidiy fikrlar aytilib kelingan. Biroq bugungi parlament yig'ilishida mazkur tarmoqda qisqartirishlar bo'lishini hukumat rahbari ta'kidladi. Hilola Ashurova, Gulzara Baqayeva, Rustam Alimbayev, Intimaq, Bishkek shahri. Prokuratura va boshqa huquq-tartibot organlari olib borgan asossiz tekshiruv faktlarini to'xtatish zarur. Bu masalani Prezident Sooronbay Jeenbekov Bosh prokuror Indira Joldubayevani qabul qilgan vaqtda ko'tardi. Ma'lum bo'lishicha, tinimsiz tekshiruvlar davlat organlarini va tadbirkorlikni to'liq faoliyatiga yo'l bermay, o'lka iqtisodining rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Bu oddiy fuqarolarni qiynashga va ularning muammosiga asoslangan biznesga aylanmoqda, deydi davlat rahbari. Xitoydan kelgan mahsulotlarni diqqat bilan nazorat qilish kerak. Bu haqda parlamentning bugungi yig'inida deputat Aida Ismoilova to'xtaldi. Uning aytishicha, Xitoydan g'oz go'shtini olib kelish taqiqlangan, biroq boshqa eksport qilingan tovarlar ham xavf yaratmoqda. G'oz go'shtidan tashqari tuxum va guruch ham olib kelishmoqda. Ularni tayyorlashda kimyoviy moddalardan foydalanishlari ma'lum. Shu sababli deputat dunyo e'tibor berayotgan organik qishloq xo'jaliklarini rivojlantirish taklifini aytdi. Batkenning Qishtut qishlog'ida raqamli uzatishlar tortmaydi. Aholining 80% Qirg'iziston telekanallarını ko'ra olishmaydi. Ularda Rossiyaning birinchi kanalidan boshqasi ko'rsatmaydi. Bu bo'yicha mahalliy yashovchilar tegishli xizmatlarga bildirishgan, biroq natija bo'lmagan. Rayon ma'muriyati masalani qachon hal qiladi? Navbatdagi lavhada hikoya qilinadi. Qirg'iz bulqozi. Dushabay Qasimov Rossiya yangiliklarini ko'proq ko'radi, chunki u istiqomat qilgan Qishtut qishlog'ida Qirg'izistonning bironta ham kanali ko'rsatmaydi. Analog dasturlar o'chib ko'rsatuvlar raqamliga o'tganida respublika kanallari ko'rsatib qolar deb umid qilishgan, ammo natija bo'lmadi. Bugün iş yok, oturasın deyip, televizyonlardan bir de ortaya tartar. Kırgızistan sanat çekişteye tartmaydı. Televizyonlar yaxşı tartmaydı. Ne telefon işlemeyi, televizyon yaxşı tartmaydı. Endi hazırkı zamanda adamlar internet ko'rib televizyon saner çıkan saner ko'rib deydi. Biz sanerni ham bilmaymiz, telefonni ham bilmaymiz. Telefon eshigimizning oldidan tartmaydi. 210 o'rtasida o'tiryapmiz. Qishtut qishlog'i tog'li hududda joylashgan bo'lib,
Qishloqdan 5 chaqirim olis yerga raqamli teleminora o'rnatilgan. To'lqinni tog'lar to'sib qolgani tufayli qishloqning 20%gina Qirg'iziston teleko'rsatuvlarini ko'ra olishadi. Bundan bebahra aholi ham to'lqinni kuchaytirib beruvchi uskuna o'rnatib berishni iltimos qilishmoqda. Көміскеде қалып отырмыз, бұл тоудың бір жағында чұқырда күштіт айылы. 15% айыл көреді, мына тұшыдағылар. Санары тартпаған жерден соткам тартпайды екен. На мегаком, не белайын, ешбір тартылмайды. Мына заманда сапсымелі арқадағызда жоқ дегенде, енді санары қымбат ұқшайды. Бұға жетішіш қиын ұқшайды, атыры жатыр қойып бергенде деймді енді. Mutasaddi xodimlar qishloqning 20% raqamli ko'rsatuvlarni ko'rish imkoniga ega deganini noto'g'ri tushunganmi? Aslida rayon rahbariyati 20% da ham yo'q deb bildirishgan. Yuz xo'jaligi yetmagan hududda teleminora qo'yishning imkoni yo'q deyilgani bois masalani hal qilishmagan. Hozir 170 xo'jalikning 80% televizorda Qirg'izistonni ko'rsatmasligini bilishdi. Yaqinda hal etiladi deb va'da berishdi. Jo'qor jag'da shu 20% uyga sanariptik nima ko'rgazmaydi. Sebebi al yerda to'g'ri arasida da anan hökümet nimesi boyunca, bu aytish boyunca 100 uydan nima olsa qo'shimcha nima qo'yiladi ekan. Al yerda bir 15-20 uy ekan. Ertaga nima olsa o'zi bilan borib tag'i ko'rib nima qilib kelasizlar deyman. Sizlar hozir aytib o'tasizlar, al yerda 20% ko'radi ekan deb. Тапшырма түшкөндөн кийин суранам. Биринчи күнү ушундай маалымат берип турган, биринчи күн сайын ким кандай көрүп атат. Биз акырындан жанагы азайтабыз. Eski formatni көрүп аткандарынын санын азайтабыз. Olis hududda joylashgan Qishtut qishlog'i hukumat e'tiboridan chetda qolishiga ko'nikib ham qolishganday. Davlat ixtiyoridagi maktab, FAP va kutubxonasinigina hisobga olmasa, so'nggi yillarda qishloq turmush tarzini yaxshilashga hech qanday harakatlar qilinmagan. Hududlarni rivojlantirish yilida bizning qishloqqa ham e'tibor berilib qolar deb qishloq aholisi umid qilishmoqda. Hududlarni rivojlantirish yilida tadbirkorlik rivojlantiriladi. Ayniqsa uzoq qishloqlarda faoliyat boshlamoqchi bo'lganlarga ko'proq imtiyozlar qaraladi. Bu bo'yicha foizi kam bo'lgan nasiyalarni berish rejalashtirilmoqda. Bundan maqsad kichik va o'rta korxonalarni hududlarda ko'paytirib, ish o'rinlarini tashkil qilish. Tadbirkorlikni rivojlantirishdagi harakatlar haqida muxbirimiz hikoya qiladi. Joriy yilda hududlarda sanoat ishxonalari ko'proq ochiladi. Buning uchun davlat tomonidan tadbirkorlarga imtiyozlargina qaraladi. Moliyaviy yordam bo'lmaydi, sarmoyadorlarni ham jalb qilishga sharoit yaratiladigan bo'lmoqda. Bundan tashqari joy-joylardagi do'konlarga mahalliy mahsulotlarni yetkazib berish rejasi amalga oshmoqda. Bizden filiallar bu zarubежде, Moskva, O'zbekiston, Toshkent, Novosibirsk, Amerikada даже bugun ham O'sh cherkasida ochilib жатат. Pryajalar bu merinosовый pryajalar, именно шерстяной pryajalardan biz o'zimiz prяжаны chiqarib qo'ydin aq junidan. Anan trikotajniy izlarni bizda shtol mashinasida to'qishadi. Hududlarni rivojlantirish yilida O'shda Qirg'iziston hukumati tomonidan zavod fabrikalarni qurish rejada yo'q, ammo oblastda tadbirkorlik bilan shug'ullanganlarga imtiyozlar qaralishini mutaxassislar bildirishdi. Masalan, qishloq yerlaridagi tadbirkorlarni davlat to'lovlaridan qisqartirish, foizi past nasiya berish tomoni qaralmoqda. Негизгиси ошол биздин ошо аймактарда кандай биздин ресурстарыбыз бар. Ошолорду колдонуп, ошол жерлерде кичи ишканаларды ачуу боюнча ошолорго биз багыт көргөзүп, ошол боюнча биздин жеке ишкерлерди колдоо боюнча азыр иштерибиз жүрүүдө. Hozir mamlakat tomonidan aniq harakatlardan umid katta. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, zavod fabrikalarni qurishda, tog'-kon tarmog'ini ishlatishda yirik sarmoya zarurati yuqori. Hukumat esa aniq kuchi yetadigan harakatlarni ko'rishi lozim. Masalan, sayyohlik xizmatini yuqorilatish, tabiiy toza mahsulotlarni ishlab chiqarish va chorvachilik xo'jaligini yaxshilashi natija beradi. Birinchi finansiялык мүмкүнчүлүк. Акча каражатын тартуу үчүн ички мүмкүнчүлүктөрдү иштетиш керек. Ички мүмкүнчүлүк дегенде ички инвестор биринчи. Аларга шарт түзүп бериш керек. Экинчиси сырткы инвесторду тартуу. Андан кийинки маселе. Ар бир аймактын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Анын ичинде экономикалык спецификасы бар аймактар бар. Мисалы Оштун өзүнчө, Чүйдүн өзүнчө, Нарындын өзүнчө, Таластын өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. Мына ошол өзгөчөлүктөрүнө карап туруп иш аракетти башташ керек. Биринчиден салыктан бошотуу же салыктан белгилүү бир мөөнөткө жеңилдетүү бериш керек да. Ошолор анан бизге кандайдыр бир экономикалык жардам бериши мүмкүн. Hozirda O'sh shahrida umumiy 22 mingga yaqin tadbirkor qayd etilgan bo'lsa, uning 200 ga yaqini yirik miqdorda soliq to'lab shahar g'aznasiga daromad olib kelmoqda. Demak, tadbirkorlar ko'paysa, import soni ozayib, iqtisodiy o'sish bo'ladi. Shu bilan birga ish o'rinlari tuzilib, muhojirlik oqimi qisqaradi.
Umumrespublika testiga ro'yxatga olish bugundan boshlandi. Maktab bitiruvchilari ta'lim maskanlarida ro'yxatdan o'tsa bo'ladi. Bu yil ham umumrespublika testining bo'sag'a ballari o'zgarmay avvalgiday qolgan. Asosiy test bo'yicha 110, qo'shimcha test bo'yicha esa 60 ballni tashkil qilish kerak. Oldinda shu va boshqa xabarlar bilan qisqacha tanishib oling. Bugundan boshlab umumrespublika testiga ro'yxatga olish boshlanadi. Muddat 50 kun bo'lib 5 aprelda yakunlanadi. Hozirda ro'yxatga olish O'sh shahar bilim berish boshqarmasi tomonidan olib borilmoqda. Avval maktabni tugatganlar ham shahar yoki tumanlararo bilim berish boshqarmasi tomonidan ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Asosiy va har bir fan uchun ro'yxatdan o'tish narxi 320 so'm. Test davlat va rasmiy tilda olib boriladi. O'qishga kirish balli har yilgiday 110 ballni tashkil etdi. Undan yuqori ball olganlar oliygohlarga imtiyozli o'qishlarga qabul qilinishlari mumkin. Шарузун ошол мектептери жана бүтүрүүчү класстар бар жеке менчик мектептер дагы ошол мектептин өзүндө бир жооптуу болот дагы ал жерге документтерин чогултушуп бизге тапшырышат. Ал эми мурдагы жылы бүткөндөр ошол мектептен берилген аттестатынын өзү аттестаты менен жана паспорттар менен жана жанагы төлөмдөрү боюнча квитанцияны алып келгенде ошо регистрация кылган. Bugun Batken oblastiga O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan 2 tez yordam mashinasi berildi. Avtomashinalar har ikki tomonlama do'stlik munosabatlarini mustahkamlash maqsadida topshirildi. O'zbekistondan olinib kelingan mashinalarning biri Batken shahriga, ikkinchisi Qadamjoy rayonidagi aholisi ko'p Burgondi qishlog'iga berilishi aytilmoqda. Avtomashinalar Farg'ona va Batken oblastidagi Vodil nazorat bekatida topshirildi. Tadbirda 2 viloyat rahbarlari ishtirok etdi. O'zbekistondan chiqarilgan tez yordam unalari Ferg'ana oblastına bo'lgan bolchu. Biz Batken oblasti menен болгондуктан ынтымагыбызды бекемдөө максатында 2 tez yordam unaсын белек кылуудабыз. Мындан арыда достугубуз, мамилебиз бекем боло берсин демекчибиз. Jalolobod shahrida Sovet harbiylarining Afg'onistondan chiqarilganini 29 yilligiga bag'ishlangan xotirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda Afg'on urushi faxriylari, mahalliy hukumat vakillari va shahar yashovchilari ishtirok etdi. Ayni kunlarda shahar hududida 88 nafar harbiy bor. O'tgan yil ular soni 96 ta edi. Ta'kidlab o'tsak, Jalolobod shahridan urushga 160 nafar harbiy yuborilib, ularning 2 nafari Afg'oniston hududida olamdan o'tgan. Жылда ушундай эскерүү күнү дейт бул бизге эми бир жагынан майрам, экинчи жагынан ошол жактан өлүп келгендердин, ал жактан келип жарат алып, ошол жактан согуштун залакасы менен келип бул жерде кайтып кеткендер, кайтыш болгондорду ошолорду эскерүү күнү болуп, ушул жерге келип гүл коюп, ушул жерде мына бүгүн митинг өткөзүп атабыз. Afg'onchilarning qahramonligi O'shda ham yodga olindi. Urush qatnashchilariga hukumat tomonidan faxriy yorliqlar topshirilib, ularning mardligi haqida aytildi. Ularga yetarli darajada e'tibor berilmasa ham har oyda 6000 so'mdan beriladi. Shu bilan birga kasalxonalarga yoki sihatgohlarda imtiyozlar qanalgan. Batafsil hamkasbim bayon qiladi. Xotirlash marosimi O'sh shahridagi afg'onchilar hurmatiga barpo etilgan monumental haykal oldida tashkil etildi. Unda Afg'on urushi faxriysi, mahalliy hukumat vakillari bilan birga urushdan qaytmaganlar haykali poyiga gulchambarlar qo'yib, Qur'on tilovat qilishdi. Shu bilan birga ba'zi faxriylar mahalliy hukumat tomonidan gramota va pul mukofotlari olishdi. Эми бул сөзү сүйлөө мен үчүн өтө оор болуп турат. Бир тууган агам Алиев Абдурайым Жаңабаевич батырларча курман болуп кыргыз элине бүт эле журтчулугубузга кызмат кылып келди. Эми эмнелерди айтабыз? Калган ушул Афган согушунан аман эсен кайтып келгендердин үй бүлөлөрү тынч болсун. Afg'on urushi faxriylarining so'zlariga ko'ra barchasi urushga juda yosh jo'natilgan. Shu sababli ularga ruhan salbiy ta'sir qilib, hayotda o'z o'rnini topmaslik holatlari ro'yxatga olingan. Yildan yilga ular soni ozayib bormoqda. Shuning uchun ham ularga har tomonlama yordam ko'rsatilishi kerakligi aytildi. Darıga, darmekке көп акча кетет, өзүңүздөр билесиздер, абдан кымбат. Андан тышкары дагы көйгөйлөр көп. Бизге бир кызматтагы автоунаа берсе экен деп дагы кайрылат элек.
Faxriylarga har oyda davlat tomonidan kompensatsiya qatori 6 ming so'mdan beriladi. Urushda jarohat olganlarga 1000 so'mdan qo'shib beriladi. Kasalxona yoki sanatoriyada davolanish uchun tibbiy imtiyozlar ham qaralgan. Undan tashqari O'sh shahar meriyasi tomonidan ittifoq vaqtida faxriylarga yer ulushi ajratilib berilgan. Turli sabablar bilan ular uy qurish uchun ajratilgan yer ulushlarini olisha olmagan. Shu kabi muammolarni hukumat tez orada hal etib bersa deydi faxriylar. Bularga ошол жашаган жерлеринде биринчиден жумуш таап берип, ошол жагынан көңүл буруш керек. Экинчиден үй салганга жер участкаларын берүү жагынан көңүл буруп, алгандар канчанча жеңилдиктер болсо деген ойдо да. Ушул маселеде көп кайрылышат. Afg'on urushiga Qirg'izistondan 7141 kishi chaqirilgan. Uning 249 nafari urushda halok bo'lgan, 504 nafari turli jarohatlar olishgan. 4 nafari bugungi kungacha bedarak. Qaytib kelgan 6892 nafar harbiyning 1000 ga yaqini urushdagi turli jarohatlari sababli olamdan o'tgan. Hilola Ashurova, Chinarbek Alibekov, Tomoq. Dasturimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Yaponiya iqtisodiy o'sish bo'yicha ancha rivojlana boshladi. Mutaxassislarning aytishicha, bunday rekord o'sish so'nggi 30 yil oralig'ida bo'lmagan. Yaponiyaning iqtisodiy o'sish darajasi eng yuqori bosqichni ko'rsatmoqda. O'tgan yilning oktyabr va dekabr oylarida o'lkaning ichki ulgurji mahsuloti 0,5% ga o'sdi. Import hajmi 2,9% ni ko'rsatgan. Yaponiyada iqtisodning bunday ijobiy tomonga o'zgarishi 80-yillardan buyon kuzatilmagan. Hozirda o'lkaning Milliy banki vaziyatni to'liq nazoratga olganini xabar qilishmoqda. Ular inflyatsiya ko'rsatkichini 2% ga ko'tarishni ko'zlamoqda. So'nggi iqtisodiy o'sish darajasi mazkur rejalarni amalga oshganidan xabar berishini qo'shimcha qildi. Buning hammasi mamlakat premyer-ministri Shinzo Abening Abenomika deb nomlangan iqtisodiy siyosati asosida amalga oshirildi desa to'g'ri bo'ladi. Iqtisodni bundan keyin ham ko'taraveramiz, ammo jahon iqtisodiy inqirozini ham esdan chiqarmaslik lozim. Ta'kidlab o'tsak, Yaponiya Milliy bankining boshlig'i Haruhiko Kuroji ikkinchi muddatga saylanganidan so'ng iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi yana ham ko'tarilgan. Uning banklarda ustama foiz eng quyi ko'rsatkichda nasiyalarni berish siyosati ijobiy natija bermoqda. Bu esa sarmoyadorlar uchun juda qulay. Liviya hududida yuk tashuvchi avtomashinada yashirinib ketayotgan muhojirlar halokatga uchrab 30 ga yaqin kishi halok bo'ldi. Ular Somalidan noqonuniy yo'l bilan kelgan qochqinlar ekanligi aniqlandi. Jarohatlanganlar kasalxonaga yetkazilib, ularning orasida og'ir ahvoldagilari ham bor. Liviyada muhojirlarni olib borayotgan yuk tashuvchi avtomobil yo'l hodisasiga uchrab 25 kishi halok bo'ldi. Yana 100 dan ortig'i jarohat olgani aytilmoqda. Jarohatlanganlarni Bani Valid shahrining kasalxonasiga yetkazishdi. Hodisa mazkur shaharda 80 chaqirim masofada sodir bo'lgan. Bani Valid kasalxonasiga 124 kishi yetkazilgan. Ularning 40 dan ortig'i og'ir ahvolda. Yuk tashuvchi mashinadan 200 dan ortiq muhojir borayotgan edi. Ularning aksariyat qismi Somali bilan Eritreyadan chiqqan qochoqlar. Katta Fura Tripolidan 180 chaqirim masofada ag'darilib ketgan. Hodisa sabablari hozircha aniqlanmadi. Ma'lum bo'lganday, halokatga uchragan muhojirlar noqonuniy yo'l bilan yashirin borishayotgan edi. Endi esa dunyoda bo'layotgan so'nggi voqealar bilan qisqacha tanishib oling. Isroil politsiyasi premyer-ministr Benyamin Netanyahuga poraxo'rlik bo'yicha ayb qo'yishni taklif qildi. Huquq-tartibot organlari olib borgan 2 tekshiruv davomida siyosatchi tadbirkorlarni yashirincha qo'llagani uchun qimmatbaho sovg'alar olib turgani aniqlangan. Ularning bahosi 10 minglagan dollardan oshishi aytiladi. Politsiyaga ko'ra, Netanyahu Idiot Ahronot gazetasining nashriyotchisi Arnon Mozes bilan shartnoma tuzishni xohlagan. Premyer-ministr o'zi haqida ijobiy maqolalar haqini nashrning asosiy raqibi Israel Hayom gazetasi bilan kurashda qo'llov ko'rsatishni taklif qilgan. Biroq Netanyahu Isroil fuqarolariga murojaat qilib hech qanday noqonuniy harakatlarga bormaganini bildirmoqda. AQShdagi razvedka xizmatlari rahbarlarining tan olishlaricha 2018-yilgi oraliq saylovlarga Rossiya tomonidan aralashish kutilmoqda. Saylovlar 435 nafar kongressmendan tashkil topgan vakillar palatasi tarkibi belgilab beradi. Bundan tashqari 100 ta o'rindan tashkil topgan yuqori palatadagi 34 nafar senator ham aniqlanadi. Saylovlar 2018-yilning 6-noyabr kuni bo'lib o'tadi. 13-fevral kuni Senat qo'mitasi a'zolari oldida chiqish qilgan Milliy razvedka direktori Den Kots bayonot berib, Rossiya saylovga xalal berish uchun tashviqot olib borishda davom ettirayotganini aytgan. Kotsning so'zini boshqa 5 razvedka idorasi, jumladan
Markaziy razvedka bo'limi direktori Mike Pompeo tomonidan qo'llab-quvvatlandi. 2 hafta muqaddam u AQShdagi bo'lajak saylovlarga Moskva ta'sir ko'rsatishga xohish bildirishini aytgan edi. Rossiya prezidentligiga nomzod Vladimir Putinning saylov shtabi federal telekanallardagi bepul efirdan voz kechdi. Markaziy saylov komissiyasi rahbari Ella Pamfilovaning so'zlariga qaraganda tegishli ariza komissiyaga 10 fevral kuni kelib tushgan. Bu haqda telekanallar darhol xabardor qilingan. Markaziy saylov komissiyasining kotibi Maya Grishina Putin shtabi hududiy telekanallardan emas, faqatgina umumrossiya telekanallardagi debatlardangina voz kechganini aytdi. Shtab tashviqot materiallarini joylashtirish uchun berilgan efir vaqtida foydalanadi. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Tuningiz osuda o'tsin. Xayr omon bo'ling.